Assalomu alaykum qizlarjonlar. Mana bizga aksessuardan bunaqa mini set kelgan. Bu setda o'zini yuzini tozalaydigan penkasi, umvalkasi bo'ladi, keyin toneri bo'ladi, ampullasi bo'ladi va serumi bo'ladi. Masalan, mana ko'pchilik o'zini yuziga nima tushishini bilmaydi. Shuning uchun mana shunaqa mini naborlar juda ham qulay bo'ladi. Palon pulga kattasini olgandan ko'ra, oldin mini naborini ishlatib ko'rib, mini setini ishlatib ko'rib, agar yaxshi bo'lsa, voy mani yuzimga yaxshi ta'sir qildi deb, keyin kattasini zakaz qilsanglar, pulinglardan ham kuyib qolmaysizlar. Sizlarga tavsiya beraman, shunaqa mini naborni ishlatib turib, keyin katta o'zi masalan yuzingizga tushsa, chunki masalan mani yuzimga tushgan narsa boshqalarning yuziga tushmasligi mumkin. Hammani yuzini terisi boshqa bo'ladi. Ana shuning uchun oldin kichkinasini ishlatib ko'rishinglarni maslahat beraman. Bu yerda masalan hamma narsasi bor. Masalan, bularning katta variantlari ham bor. Lekin oldin sizlar mini naborni ishlatib ko'rib, yuzingizga yaxshi tushsa, keyin kattasini zakaz qilsanglar, puldan ham kuyib qolmaysizlar. Zakazinglarni Telegram kanalidan bersanglar yoki Instagramdan bersanglar ham bo'ladi. Sog' bo'linglar.